Men doktor psixoterapevt Qalandarov Xurshid Rahimovich. O'zimni maktab tug'ilib qisqacha biografiya, avtobiografiyam haqida psixoterapevtlik faoliyatimni qanday boshlaganligim, hozirda qanday davom ettirayotganligim haqida sizlarga tushuncha bermoqchiman. Men 1971-yilda Xorazm viloyati Hazorasp tumanida tavallud topganman. 1978-1988-yillarda Hazorasp tuman Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi birinchi o'rta maktabni oltin medalga tugatib, 1989-yil Chita davlat meditsina institutiga o'qishga kirib, 1995-yilda Buxoro davlat tibbiyot institutini a'lo baholarga tugatganman. Shu orada psixoterapevtlik faoliyatimni, psixoterapevtlik kasbiga mehr qo'yishimga bir narsa hayotda sabab bo'lgan. 1994-yilda men 5-kurs tugatib kanikulga borganimda men uylanganman. O'zim bilan birga o'qiyotgan kursdoshimga uylanganman. To'yimiz o'tgandan keyin bir haftadan keyin adam depressiyaga uchrab qolganlar. Depressiyaga uchrab uyqusiz bo'lib qolganlar. Biz bir oy davomida avgust oyida men uydaligim paytda, keyin men ketganimdan keyin ham 3 oy davomida onam, dadam Qalandarov Rahimboy aka viloyati butun kasalxonalarda depressiyaga qarshi davo choralarini ko'rilgan, lekin hech qanaqa foyda bo'lmagandan keyin men bizani psixiatriya fani leksiyasini eshitganman. 1995-yil dekabr oyida biza psixiatriya fanidan leksiya o'qilgan. Men birinchi ustozim deb biladigan Rifat Rizayevich Shakir Aliyev o'sha paytda respublika главный psixiatri Minzdravda bo'lib ishlagan inson bizaga заведующий kafedra bo'lib borib bizaga leksiya o'qiganlar. Leksiyadan keyin men chiqib, domla, mana adam depressiyaga uchrab qolganlar, mana 5 oydan beri biz depressiyadan olib chiqolmayapmiz deganimda, adamlarga davo choralarini qilish uchun olib kelishimligimni aytganlar va olib borib biz domlani yordamlarida, domlaning 40 yillik tajribalariga tayanib, adam 15 kunda depressiyadan chiqqanlar va shundan keyin 24 yil umr ko'rib, hech qanaqa psixik kasallarga uchramasdan hayot kechirdilar. Alloh rozi bo'lsin, domlamizga uzoq umr bersin. Hozirda Amerikaning Port shahrida yashayaptilar. Hozirda ham konsultatsiyalarni olib turaman. Endi 1995-yilda meni o'zimni psixoterapevtlik faoliyatimni yana sog'lom turmush tarziga o'tkazishimda nima yordam bergan desanglar, 1995-yilda institut tugatganimdan keyin o'sha paytlar meditsinada 1 yil internaturani kardioxirurgiya fani bo'yicha o'tganimdan keyin meditsina juda ham qora ahvolda, davlatimiz mustaqillikka endi erishgan davrlar, dori-darmonlar yo'q. Meditsinada maosh juda ham pastligini hisobga olib, bizani Hazorasp tumanimizda bozor bo'lib turuvdi. Bozor o'sha 3 yil mobaynida o'sha bozorda faoliyat ko'rsatib, yoki tadbirkorlik faoliyatini ko'rsatib, Toshkent Hazorasp o'rtasidagi yo'lda uzoq vaqt yurib, kechalari uxlamasdan bozorlarda o'tirib, uyqumni yo'qotib, o'zim bila turib, yosh bo'lganimizdan keyin pulli qadrini sog'likdan ustun qo'yib, hozirgi kasallarga ham aytayotgan gapim, yoshlarga ham aytayotgan gapimga o'zim rioya qilmasdan, o'zim 98-yilda depressiyaga uchradim. Domlaning maslahatlari, o'zimni bilgan bilimlarim, hamma narsa bilan davo choralari ko'rildi. O'tkir holati o'tdi. 1,5 oyda o'tdi-yu, men to'liqligicha tuzalib ketmadim. Shundan keyin Malaxov, doktor Malaxov, ko'rsatuvlar ham olib boradigan Malaxovni bitta broshurasini o'qidim. Unda begim ad depressiya, ya'ni yurish bilan tushkunlikdan tushish deb yozilgan edi. Bu deb broshurda yozilgani bo'yicha organizm 30-35 minut, 40 minut jismoniy mashq bilan, kuchli jismoniy mashq bilan shug'ullangan paytida odam organizmida endorfin gormonlari, ya'ni tabiatda uchraydigan, biza qora dori deb biladigan dorini tabiatda yetishtiriladigan ichidagi mag'zi morfin bo'ladi. O'shani tabiiy, ya'ni organizmda ishlab chiqiladigan, organizmda bor mahsuloti bu endorfinlar deyiladi. O'sha endorfinlar ishlab chiqariladi va bu
uzoq vaqt davomida sport bilan shug'ullanishda endorfinlar ko'p ajralib chiqqanligi hisobiga kasal insonni bemorni tushkunlikdan olib chiqadi degan narsani o'qib, men haqiqatdan ham 6 oy davomida sport bilan shug'ullanib, asosan yugurish bilan shug'ullanib, tushkunlikdan chiqqanman va 1998-yil 99-yil mart oyidan beri mana hozir 26 yil bo'layotgan bo'lsa, 26 yil bo'layotgan bo'lsa, 26 yildan beri mana shu sog'lom turmush tarzini targ'ib kelaman. Shuni yo'sinida men bildimki, bu nafaqat depressiyadan, grijadan, umuman odam organizmini sport bilan shug'ullanib, endorfinlar ajralib chiqishi hamma kasalliklarni ham davolar ekan. Hammaga o'shaning uchun sog'lom turmush tarzini targ'ib qilib kelyapman. Mana Ulug'bek tavsiyalarini ham eshitdinglar. Ulug'bek sizlarga yaqqol men gapirib berayotganimga yaqqol hayotiy misol. Alloh taolo hech narsani behikmat qilmaydi. Men boshlagan ishimni, asosiy boshlagan ishimni davomini nimaki, butun o'zbek xalqini prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, butun xalqimizni sog'lom qiladigan bo'lsak, davlatimiz gullab yashnaydi. Xudo xolasa, sog'lom bizlar avlod yetishtiraylik. Bitta odam yaxshi bo'lsa, o'zini oilasini borib davolasin, oilasiga targ'ib qilsin. Ertaga u 10 ta, 100 ta bo'lsin, 100 ta 10 mingta bo'lsin, 1 million shunaqa qilib kanallarimiz ham, guruhlarimiz ham o'ylaymanki, odam soni ko'payadi. Har qaysimiz o'z sog'ligimiz haqida o'zimiz qayg'uramiz. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan doktor psixoterapevt Xurshid Qalandarov bo'ldi.